Assalomu alaykum qizlar. O'tgan darsimizda sizlar bilan pijamnitsa to'qish boshlagandik. Pijamnitsamizning birinchi qismida qorin qismini qanaqa to'qilishini ko'rdik. Endi bugun oyoq qismlari va shoxini qanaqa to'qilishini ko'ramiz. Uning uchun bizga kartopuni shunaqa ipidan 3 xil rang kerak bo'ladi. Bitta-bittadan olsanglar yetadi. Mana bu jigarrangdan unaqa ko'p ketmaydi. Uyimda borini ishlatyapman. Yetadi. Sizlarda agar ip bo'lmasa, bitta-bitta olib qo'ysanglar, xudo xolisa bemalol yetadi. Bizga qaychi, kruchok, men 3,5 kruchokdan foydalanyapman. Marker kerak bo'ladi. Mana bunaqa bu nomini bilmayman. Mana bu shunurmi nima deydi? Mana bunaqa uni qisib qo'yadigan anaqasi bo'ladi. O'zi ip to'qiydigan joylardan borib qidirsanglar, so'rasanglar topib berishadi. Bundan 1 metr yetadi bizga. To'qishni boshlaymiz. Birinchi bo'lib oyoq qo'llari bir xil to'qiladi. Qanaqa to'qilishini ko'rsataman. Ochroq rangli ipidan boshlayman birinchi bo'lib. Ikkita nakitsiz oddiy zanjir olamiz. 1 2. Qizlar juda ham zich ham to'qimanglar, juda ham bo'sh ham to'qimanglar. O'rtacha to'qishga harakat qilinglar. Mana ikkita zanjir ilib oldim. Endi birinchi zanjirni tashab ketib, ikkinchisiga 6 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6. Mana 6 ta nakitsiz ustunchalar to'qidik. Endi oxirgi to'qigan shu 6-zanjirimizni marker bilan belgilab qo'yamiz. Bu bizda qator oxirini bildiradi. Belgilab qo'yasizlar. Endi keyingi qatorida ko'paytiramiz. Ya'ni har bitta mana bu petlalarga ikkitadan nakitsiz ustuncha to'qib chiqamiz. Birinchi turganiga kirdim petlaga. Shuning ichiga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiyman. 1 2. Keyingi petla, unga ham ikkita to'qiyman. 1 2. Keyingi petlaga yana ikkita to'qiyman. 1 2. Keyingisiga yana ikkita. 2. Keyingisiga yana ikkita. Va mana markerimiz turgan oxirgi petlamiz, marker olib turamiz. Bunga ham ikkita nakitsiz ustuncha to'qib olamiz. Va marker bilan yana eng oxirgi petlamizni belgilab qo'yamiz. Bu qatorda qizlar bizda 12 ta petla hosil bo'lgan bo'lishi kerak. Ya'ni undan oldin birinchi bo'lib 6 ta petla to'qigan edik. Uni har bittasiga ikkitadan petla to'qiganimizda bizda 2x ko'payadi petlamizning soni. Endi keyingi qatorimizda bitta petlaga ikkita to'qiymiz. Bittasiga qo'shmaymiz, ya'ni bir dona petla nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 3-qator. Birinchi turgan petlamizga
hech narsa qo'shmadim. Bir dona nakitsiz ustuncha to'qidim. Keyingi turgan petlyamizga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiyman. Ya'ni ko'paytirdik. Keyingi turganiga bitta, undan keyingisiga ikkita. Yana bitta, ikkita. Demak, через один ko'paytiryapmiz. Marker olib turaman. Oxirgi qatorim. Qator oxiri bu yerda bizda ikkita qo'shib to'qish bilan tugashi kerak. Chunki boshida bitta bilan boshlagandim. Oxirida ikkita bilan tugadi. 3-qatorimiz tugadi shu bilan. 3-qatorimizda petlalarimizning soni 18 ta bo'lishi kerak. Endi keyingi 4 qatorimizni hech narsa qo'shmasdan turib, oddiy shu 18 ta petlyani 4 qator aylantirib to'qib ketaveramiz. Har bitta petlaga bittadan nakitsiz ustuncha to'qiyapman. Demak, men mana birinchi qatorni to'qib oldim. Qolgan 3 qatorni yana to'qib qo'yamiz. Men videoni to'xtatib turaman. Mana qizlar, men 4 qator qo'shmasdan to'qidim. Oxirgi 4-qatorimni oxirgi bitta petlasi qoldi, uni hali to'qimadim. Xuddi shu joyga kelganda sizlar ham ip rangini almashtirasizlar. Markerimni olib turaman. Buni уже uzib olsam ham bo'ladi, sal uzunroq qilib uzib olasizlar. Jigarrang ipni ulaymiz. Qanaqa qilib ulanishini ko'rsataman. Oxirgi qatorimizga bitta kirib olamiz. Ipni tortib olib chiqamiz. Kurchug'imda ikkita ip turibdi. Hali uni 3-chisini olib tortib chiqarmadim. Shu turishda to'xtab turib, jigarrang ipimizni boylab olamiz. Mana xuddi shunaqa turishida endi jigarrang ipimiz bilan bunday to'qib qo'yamiz. Bo'ldi, endi yana marker belgilab qo'yish esingizdan chiqmasin, qator oxirini adashib ketishingiz mumkin. Xo'p. Endi jigarrang ipimizda bir qator umuman hech narsa qo'shmasdan to'qiymiz. Har bitta petlaga bittadan nakitsiz ustuncha qo'shmayapman hech narsa.
Endi yana ipimizning rangini alishtiramiz. Oxiriga kelganda yana to'xtadim. Marker olaman. Rang alishtirishda xuddi boyidagi oxirgi petlaga kirdim. Jigara ipimni tortib olib chiqdim. Bo'ldi, shu bilan to'xtayman. Ipimni uzaman. Endi uchinchi rangimiz. Uchinchi rangi boylab olaman. Ulagan ipim bilan tortib olib chiqdim. Qatorimni oxirini marker bilan belgilab olaman. Va yana shu hozir ulagan ipimni bir qator qo'shmasdan hech narsa to'qib olaman. Qatorimni boshini marker bilan belgiladim. Hech narsa qo'shmasdan bir qator to'qidim. Qizlar, endi shu joyga kelganda hozir qisqartirishimiz kerak. Shuning uchun undan oldin ichidagi ipini ozgina qattimlab olganimiz yaxshiroq, chunki keyin o'girishimiz sal qiyin bo'ladi. Ichini o'girasizlar. Bunaqa bizda qolgan iplar bor-ku. Shularni oddiygina bir-biriga yaqin turgan joyiga 2 marta bo'ylab qo'ysanglar bo'ldi. Shunda ipimiz o'zi ichida qolib ketadi, lekin chiqib ketmaydi. Bo'ylab qo'ysak. Mana bu turganni xohlasanglar temasanglar ham bo'ladi. Agar qattimroq tursin desanglar, bitta petla ilib turib bir marta orasidan o'tkazib yuborsak bo'ldi. Chiqib ketmaydi. Yana qaytib o'giramiz. Ana endi keyingi qatordan qisqartiramiz. Ya'ni birinchi petlaga oddiy bitta nakitsiz ustuncha to'qidim. Через один qisqartiramiz qizlar. Hozir bitta to'qidim. Endi keyingi ikkita petlani qisqartiraman. Birinchi turgan petlaga kirib ipni ilib olib chiqdim. Keyingi petlaga yana kiraman. Undan ham ip olib chiqaman. Kurchog'imda 3 ta zanjir hosil bo'lgan. Hammasini orasidan ip olib o'tib to'qib qo'yaman. Mana ikkita petlani bitta qilib qisqartirdik. Keyingi petlani qisqartirmasdan oddiy to'qiyman.
через 1 qisqartiramiz qizli. Keyingi ikkita petlyani yana bitta qilib to'qiyman. Keyingi petla oddiy to'qidim. Keyingi ikkitasini qisqartiraman. Oddiy to'qiyman. Keyingi ikkitasini qisqartiraman. Oddiy to'qiyman. Qisqartiraman. Oxirida bizda qisqartirish bilan tugaydi. Chunki boshida bitta qisqartirmasdan to'qigan edik. Oxirgi qatori yana marker bilan belgilab qo'yaman. Mana qizlar qisqartirdik. Ipni hozir alishtirmaymiz, umuman shu ip bilan oxirigacha to'qiymiz. Endi shu joyda bizga sitifon yoki hali fayder kerak bo'ladi. Ichini o'sha bilan to'ldirib olasizlar. Solib, men videoni to'xtatgandan keyin o'zim to'ldirib olaman. Keyingi 12 ta qatorimizni umuman hech narsa qo'shilmasdan oddiy to'qib ketiladi. 12 qator hech narsa qo'shmasdan to'qiysizlar. Qisqartirdik. Undan keyin mana endi 12 qator hech narsa qo'shmasdan to'qib ketasizlar. Men videoni to'xtataman. 12 qator to'qib bo'lganingizdan keyin yana u yog'ini ko'rib davom ettirib to'qiysizlar. Mana qizlar 12 qator to'qib bo'ldim. Ichini o'sha sitifon yoki hali fayder bilan to'ldirib olasizlar. 12 qator to'qib bo'lganimizdan keyin marker bizga kerak emas. Mana bundoq qilsak, qarama-qarshi turgan petlalarimizni hammasini ikkita-ikkita qilib yopib chiqamiz. Ya'ni mana o'zimga qarab turgan birinchi petlaga kiraman. Bu orqa tomondagi ikkita petlaga kirdim. Ipni tortib olib chiqaman. Nakitsiz ustuncha qilib to'qiyman. Keyingi o'zim tomonda turgan petlaga kirdim. Qarama-qarshisida turgan petlaga kiraman. Ipni tortib olib chiqib, nakitsiz ustuncha to'qiyman. Xuddi shunaqa. Oxirigacha shunaqa to'qib yopamiz. Mana. Shunaqa ko'rinishda yopiladi. Oxirida bitta oddiy zanjircha olamiz. Bo'ldi, shu bilan tugatamiz. Yaxshilab tortib qo'ysanglar. Qo'li ham, oyoq qismi ham xuddi shunaqa to'qiladi. Bundan bizga ikkita qo'l, ikkita oyoq kerak bo'ladi. Umumiy hisobda 4 ta to'qiysizlar bundan. Endi xvostik, ya'ni dumchasini boshlaymiz. Qanaqa to'qishni? Dumchasini xohlasanglar, men bu oyog'ini to'qigan, men bu to'q rangli ipimiz bor edi-ku, pushtin to'qroq.
Xohlasanglar shundan to'qiysizlar, xohlasanglar jigaring, xohlasanglar ochrog'idan foydalanib to'qisanglar bo'ladi. U o'zinglarning xohishinglar. Xohlasanglar rang almashtiringlar, xohlasanglar bir xil rangda to'qib qo'yinglar. Menda hozir mana shu jigaring bilan men bu ochidan to'qirkanman. Sizlar to'qidan to'qisanglar ham juda ham chiroyli chiqadi. Demak, birinchi bo'lib och ipdan boshlayapman. Xuddi boyagidagi ikkita zanjircha olamiz. 1 2. Birinchi bittasini tashlab ketib, ikkinchi zanjirimizga kirib 6 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6. Oltita to'qidim. Yana marker bilan oxirgi petlyani belgilab oldim. Ikkinchi qatorda yana ko'paytiramiz. Ya'ni har bitta petlyamizga ikkitadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Ikkita, keyingi petlaga yana ikkita. Keyingi petlaga yana ikkita. Umumiy hisobda bizda 12 ta nakitsiz ustuncha hosil bo'lishi kerak bu qatorda. Ikkinchi qatorimizda mana ikkitadan qo'shdik. Bizda 12 ta petla hosil bo'ldi. Uchinchi qatorimizda через один qo'shib ketamiz. Bitta petlaga bitta to'qidim. Undan keyingisiga ikkita nakitsiz ustuncha to'qiyman. Keyingisiga bitta, keyingisiga ikkita. Xuddi shunaqa bitta to'qiymiz, bitta qo'shamiz. Uchinchi qatorimiz tugadi. To'rtinchi qatorimizda har ikkitada bitta qo'shamiz. Mana ya'ni hozir bittasiga qo'shmasdan to'qidim. Ikkinchi petlaga ham qo'shmasdan to'qidim. Endi uchinchisiga qo'shaman. Ya'ni uchinchi petlaga ikkita nakitsiz ustuncha to'qidim. Yana xuddi shunaqa keyingi ikkitaga qo'shilmaydi. 1 2. Uchinchisiga ikkita to'qiymiz. Har ikkitada bir qo'shmayman petla.
Endi 3 qator hech narsa qo'shmasdan 3 qator to'qib olamiz. Uchinchi qatorimni oxiriga kelganda yana rang almashtiramiz. Jigarrang ip bo'layman. Yana bir qator hech narsa qo'shmasdan jigarrang ipimizni to'qib olamiz.
Bir qator to'qib bo'ldik. Bitta zanjircha olib ipimizni uzamiz. Orqa tomonini o'girib turib, iplarini yaxshilab bir-biriga bo'ylab qo'yamiz. Bu turganni bitta bu yoqqa to'g'risidagi petlyani ichimda qirg'izib yubordim. Bu bizada mana dumchasi. Dumchasi ham bitta. Endi shoxini to'qiymiz. Jigarrang ipdan. Ikkita zanjircha olamiz. 1 2. Birinchisini tashlab ketib, ikkinchisiga 6 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz. 1 2 3 4 5 6. Ikkinchi qatorda har bitta petliga ikkitadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Ya'ni 2x ga ko'paytiramiz. 1 2. Keyingi petliga ham 1 2. Ikkinchi qatorimizda mana 12 ta petla hosil bo'ldi. Endi hech narsa qo'shmasdan turib 10 qator to'qib olamiz. 12 ta petlani aylantirib to'qiyverasizlar, 10 qator to'qiymiz. Videoni to'xtatib turaman. Mana qizlar 10 qator to'qib oldim. Endi ipimizni uzamiz. Bir yoq tomon shox qismini to'qib bo'ldik. Xuddi shunaqa qilib, endi ikkinchi tomon shox qismini to'qiymiz. Faqat bu yoqda 10 qator to'qigan bo'lsak, uni 8 qator to'qiymiz. Ikkita zanjir olamiz. Ikkinchisiga 6 ta nakitsiz ustuncha to'qiymiz.
orticha to'qidik. Endi ko'paytiramiz. Har bitta petliga ikkitadan nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Endi hech narsa qo'shmasdan 8 qator to'qib olamiz. Mana qizlar 8 ta qator to'qib oldim. Ko'rayotgan bo'lsanglar, bir tomoni uzun, bir tomoni kaltaroq bo'ladi shunaqa. Endi ikkalasini bir-biriga ulab olamiz. Ikkinchi shoximizdan olamiz. Bunda qator oxirini belgilab qo'yganimiz yaxshiroq. Hop. Tugagan joyimizdagi bu yonidagi birinchi petliga kiramiz. Va oddiy nakitsiz ustuncha to'qiymiz. Endi esinglarda bo'lsa, bizda davomida 12 ta petli edi. Hop, birinchisini to'qidik, yana 11 ta petli to'qib olamiz. O'n bitta petli to'qidim. Endi mana bu yoq tomonda turibdi-ku, to'qilgan petli. Unga emasdi, to'qilmagan bu yoq yonidagisiga kiramiz. Bu yoqdan ham qator oxirigacha to'qib boraveramiz. Mana ikkita shoxi bir-biriga uladik. Mana bu o'rtasida ozgina unaqa ochiq joy qolib ketadi. Buni to'qib bo'lganidan keyin shoxi orasini tikib yuborasizlar.
agar ichini to'ldirmagan bo'lsangiz, sitifon yoki o'sha halo fiber bilan to'ldirib olinglar. Bizda hozir 32 ta petля hosil bo'ldi. Ikkita petlani bir-biriga yo'q. 12 tadanmidi 24 ta petля hosil bo'ldi. Chunki ikkita shoxi bir-biriga uladik. Aylanasiga bizda shunda 24 ta petля bo'ladi. Endi bir qator qisqartirib olamiz. Qator oxirini yana belgilab qo'yaman. Ikkita qisqartirmasdan to'qiymiz. Endi keyingi ikkita petlyani bitta qilib to'qiymiz. Ikkita oddiy bir marta qisqartiramiz. Har ikkitada bitta qisqartiramiz. Ikkita oddiy to'qiymiz. Bitta qisqartiramiz. Mana. Endi qatorimizni yopishimiz kerak. Xuddi boya oyoq, qo'l qismlarini yopdik-ku, xuddi shunaqa yopishimiz kerak. Ya'ni mana shunday turgan holda qarama-qarshi turgan petlilarni birga to'qib yopib ketamiz. Uning uchun biz hozir o'rtada turibmiz. Bu yoq burchagiga borib olishimiz kerak. Uning uchun 1 2 3 4. Давайте 4 ta petля to'qib boramiz. 1 2 3 4. O'giramiz. Beshta to'qirganmiz qizlar, yana bitta. O'giramiz. O'zim tomonda turgan birinchi petlyani ilib oldim. Keyingi turgan birinchi petlyani ildim. Ikkalasidan ham olib o'tib to'qiymiz. Xuddi shunaqa ikkita qarama-qarshi petlylarni birga yopib to'qib ketamiz. Oxirida bitta zanjir ilib olib ishimizni tugatamiz. Mana bu o'rtasini tikib orasizlar.
Bu birinchi shoxi, yana xuddi shunaqa qilib ikkinchi tomon shoxini ham to'qib olasizlar. Keyingi videoda bosh qismini va ularni ulanishini ko'rib chiqamiz. Ungacha shoxidan yana bitta to'qiysizlar. Mana bu oyoq qo'llarini to'qib olasizlar.